Yasribdan keldim. Xush kelibsan. Sizni o'g'lingiz bormidi Abdulloh degan? Alhamdulillah, yuzlari munavvar o'g'lim bor Abdulloh dedi. Men Bani Najjar qabilasining topshirig'i bilan keldim. Siz sevgan, siz suygan o'g'lingiz Abdulloh Yasribda qazo qildilar, olamdan o'tdilar dedi. Shu paytgacha juda ko'p musibatlarni ko'rgan bu oqsoqol odam qancha yaqinlardan ayrilganda ham bunday holatga tushmagan Abdulmuttalibning oyoqlari o'ziga bo'ysunmay qoldi. Asta bukilganicha yerga cho'kkalab qoldilar. Ko'zdan oqqan yoshlari oppoq soqolini uyutib yuborgan edi. Abdulloh o'g'lini esladilar, ko'zlaridagi nurlarini esladilar, yuzlaridagi istarani esladilar. Nahot shu o'g'limdan ayrildim dedilar. Birdan xayoliga endigina 2 oygina yashagan kelini keldi. Qanday qilib bu gapni aytaman dedilar. Asta o'zini qo'lga olib hujra tomon yurdilar. Ichkaridan kelini chiqib keldi. Qizim dedilar. Allohning taqdiri ekan, Abdullohdan ayrildik. Yasribda olamdan o'tibdi dedi. Omina onamiz o'zlarini yo'qotdilar. Chiqib ketayotganda xayrlashgan erini esladilar. Har kuni erkalatadigan erini esladilar. Dunyodagi eng baxtli oilamiz degan kunlarni esladilar. Yig'lab yubordilar. Lekin Abdulmuttalibni ham, Omina onamizni ham qalbiga bitta berayotgan rohat bor edi. Omina onamiz bu rohatni Abdulmuttalibga shunda aytdi. Bobojon, tug'ilajak nabirangiz endi yetim tug'iladimi dedilar. Ya'ni homilador edilar. Abdulmuttalibning qalbida bitta ilinj bo'ldi. Har qalay o'g'lim Abdullohdan bir meros bor ekan-ku dedilar. Allohim, mana shu ne'matingga ham shukr dedilar. Abdullohdan ayrilgan bo'lsam endi nabiram dunyoga keladi dedilar. Va shu kundan e'tiboran keliniga qiziga bo'lgandek munosabatni bildirib, dunyoga kelajak nabirasini o'ta intiqlik bilan kutdilar. To'g'ri, unga qadar nechta nabiralar ko'rgan, nevaralar, chevaralar ko'rgandi. Lekin hech qachon mana shu nabirani kutganchalik kutmagan edi. O'zi ham hayron bo'lar, boshqalarga aytar, shu nabiramni tug'ilishini boshqacha kutyapman, hayronman derdilar. Qalbida muhabbat jo'sh urardi. Ba'zi bir g'iybatchi ayollar esa Abdulmuttalibni gangitib olishdi ham bo'lishdi. Oldilariga chiqib, Ominani tekshirishga ruxsat bering. U homilador emas dedilar. Boylikka ega bo'lish uchun sizning uyingizda o'tiribdir chog'i. Homilador ayol bunaqa bo'lmaydi. Na yuzida bir dog'i bor, na ko'ngil aynishi bor, hech narsa yo'q. Homiladorlikni sezmayapmiz, tekshiraylik dedilar. G'azablangan Abdulmuttalib, la'nat bo'lsin sizlarga. Meni kelinimni yolg'onchiga chiqaryapsizlarmi dedi. Kelinimning batnida mening o'g'limdan bo'lgan meros bor. Inshaalloh u dunyoga keladi. Sizlar uni yolg'onchi qilmanglar, kelinim yolg'on gapirmaydi dedilar. Bu gap Omina onamizga kelganda ma'yus kuni kulib qo'ydilar xolos. Chunki o'zlari ham hayron bo'lardilar. Odatda homilador ayollar shikoyat qilar, qo'yni aynirar, qiyinchilikni ko'rardilar. Lekin Omina onamiz esa kundan kunga yengillashib borardilar. Yuzini birorta joyda nuqtadek dog'i yo'q edi. Ko'zlari ham chiroyli, yuzlari go'zal bo'lib borardi. Hatto bir narsani hech kimga ayta olmas edi. Ba'zan kechalari eshikka chiqqanda bilmasdan oyoqlari bir narsaga turtilib, qoqilib ketsa, ko'zga ko'rinmas sharpalar ushlab qolar edi. Yiqilmasin deb qolardi. Hatto bir kuni oftobda o'tirganlarida beixtiyor osmondagi yonida turgan daraxtning shoxi bundoq engishib soya qilib turganini ko'rganda yugurib uyga kirib ketdi, qo'rqib ketdilar. Nima bo'lyapti deb tushunmasdilar. Nega bunday bo'lyapti? Atrofimdagilar kim ekan? Nega men yiqilsam ushab qolyapti? Nega men kundan kunga go'zallashib boryapman deb hayron bo'lardilar. O'zlarining tanalarida olib yurgan zot hali dunyoga kelmasdan Alloh tomonidan ikrom ko'rsatilayotganini sezmasdilar. 9 oy ham o'tib ketdi. Intiliqlar, kutishlar, orzular nihoyasiga yetdi. Nafaqatgina bu u 2 oilani Abdulmuttalib va Omina onamizning kutishlari edi. Bu kutishni maloikalar ham kutayotgan edi. Butun borliq olam kutayotdi. Arshga ismi yozilgan zotning dunyoga kelish daqiqasi yaqinlashganligi to'g'risidagi xabar butun malakut osmoniga tarqadi. Siz kutgan daqiqa keldi deb Alloh amr qildi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hozir tug'iladilar dedi. U zotning tug'ilishlarini eshitganda butun farishtalar o'rinlaridan turib ketdilar. Borliq hayvonlar bir-birlariga fasohat lisoni ila muborakbod qildilar. Oxir zamon rasuli dunyoga kelyapti deb hammaga xabar ketdi. Inson eshitmadi xolos. Butun osmon ahli eshitdi. Farishtalar o'rinlaridan turdilar. Marhabolar aytdilar. Shuning uchun ham Mavlud shu joyga kelganda biz ham o'rnimizdan turamiz, xuddi o'shalar kabi. Go'zal bir holat. Omina onamiz sezdilarki, bola tug'ilish arafasi yaqinlashib qoldi. Bittagina eridan qolgan merosi bor edi.
Bu ham bo'lsa Umma Aymana degan qora cho'ra ayol edi. Boshqa narsa qolmagan edi. Umma Aymana doya edilar. Umma Aymanani chaqirdi. Umma Aymana, "Men hozir tavallud qilaman shekilli. Qornimda og'rig'am yo'q, lekin g'alati his qilyapman" dedi. Vaqti soat yaqinlashganini ko'rgan Umma Aymana bunday nodir holatni o'zi boshqara olmayman deb qo'rqqanidan bir necha kishiga doyalik qilgan Fatima doyani chaqirib chiqdi. Qo'shnisi bor edi, doya ayol Fatima deb. Fatima doya ham, Umma Aymana ham Alloh bilan rozi bo'lsin, tarixda buyuk zotning doyasi bo'layotganidan bexabar edilar. Ular yugurib chiqdilar. Qarasalar Omina onamiz tavallud holatida turibdilar. Keldilar, atrofida turdilar. "Qizim, bardam bo'l" dedilar. Lekin ular bir-biriga qarab, yelkasini qisib hayron bo'lardilar. Chunki ayni shu paytda Omina onamiz u tomonga qarab bittasi bilan gaplashar, bu tomoniga qarab bittasi bilan gaplashar, tabassum qilar, kular edilar. Ular ko'rmayotgan narsa bu Iso alayhissalomning onasi Bibi Maryam bilan Firavnning ayoli, Qur'onda nomi kelgani Osiyo onamizning ruhlari edi. Alloh ularni ham doyalikka olib kelib qo'ydi. Buyuk bir payg'ambarning onasi bo'lgan Bibi Maryam muborakbod qilib Omina onamizni boshini silar. Dini uchun, diyonati uchun qozonda kuyishga rozi bo'lib Qur'onda nomi kelgan Osiyo onamiz dalda bo'lardilar. Fatima bilan Umma Aymana esa termilib turardi. Birdan atrofni nur tutib ketdi. Ulamolar kitobda yozyaptiki, mayli deydilar munofiqlar ishonmasin, mayli boshqalar buni ertak desin, mayli mubolag'a desin, lekin bor haqiqat shuki, u zot tug'ilganda osmonga nur taralib butun olam ko'rgan deydilar. Shundoq tug'ildi, atrofni nur tutib ketdi. Umma Aymana onamiz hamda o'sha yerda turgan doya Fatima bir-biriga ushlanib qoldilar, chunki chiqayotgan hiddan mast bo'ldilar. Bir-birlariga termilar, Omina onamizga qarar, chaqaloqqa qarardilar. Bundan oldin nechta bolaga doyalik qilgan bo'lsa ham bunday mo'jizani ko'rmagan doya Fatima bolani qo'liga olarkan, "Subhanalloh" dedi. Bolani kimligi kesilib tug'ilgan edi. Butun vujudlari jannat surmalari bilan, zaytunlari bilan surmalangan, zaytunlangan edi. Eng ajablanarlisi, Umma Aymanani ham, hatto Omina onamizni ham, butun o'sha yerda turgan ikki doyani ham taajjublantirgan, hayron qoldirgan narsa tug'ilayotgan go'dak qo'li bilan avratini berkitib tug'ilgan edi. Bu holatni qo'liga olar ekan, Fatima doya hayron bo'ldilar. Omina onamizga qarab, "Sen bola tug'mading, farishta tug'ding" desam yolg'on bo'lmasa kerak dedi. "Bunday chaqaloqni ko'rmaganman" dedi. Haqiqatda ham bunday go'zallik, chaqaloqdan chiqayotgan hid jannat hidi edi. Omina onamizni asta qo'liga berdilar. Qo'liga olar ekan, bolasidan ko'zini uza olmay qoldi. Uzoq termilib turdilar. Yuzlaridan o'pdilar, mahkam bag'riga bosdilarda anchadan beri saqlab turgan ko'z yoshlarini chiqara boshladi. "Ey nurli bolam, munavvar bolam, hidlari muattar bolam, tug'iliboq yetim bo'lgan bolam, otasini ko'rmagan bolam. Qani endi otang seni ko'rganda edi bolam" dedilar. Bag'riga mahkam bosdilar. Butun vujudlari muattarlanib ketdi. Emizdilar, ichkariga olib kirdilar. Birinchi bo'lib o'zlari emizdilar, keyin Suvayba degan bir ayol ozgina emizishga yordam berdilar. Bu Suvayba emizishligi bilan amakilari Hamza radhiyallohu anhu ham emizganliklari uchun Rasulimiz Hamza amakilari bilan emikdosh ham bo'ldilar. Mana shunday bir vujud holatida o'zlarini zo'rg'a ushlab hujraga kirdilarda Abdulmuttalibga xabar yubordilar. Abdulmuttalib ayni paytda taof qilayotdilar. Yugurib bordilarda, "Nevara ko'rdingiz" dedilar. Ishonmadilar. Rostdanmi Omina tug'dilar, o'g'il tug'dilar. 80 dan o'tgan odam yosh bolalarcha yugurar edi. Kitoblarda yozadiki, yugurganda choponlari xuddi qanotga o'xshab xilpiragan deydilar. Yugurib bordilar, hujraning shundoq eshigini ochib kirdilarda to'xtab qoldilar. Keliniga qaradi, chaqaloqqa qaradi. "Mashalloh, qizim, shu bolani sen tug'dingmi?" dedi. "Shunday, nabirangiz Abdullohning merosi muborak bo'lsin" dedi. Qo'liga olar ekan, keliniga yana bir bor Umma Aymana Fatima aytgan gapni gapirdi. "Bu bola emas, farishta-ku" dedi. Yuzlaridagi bu nur, munavvarlik, muattarlikdan mast bo'ldi. Qo'liga olib termilib turdilar. Ka'bani taof qildirdilar. So'ng so'radilar, "Qizim, nima ism qo'yaylik?" dedilar. "Otajon, bir narsani sizga aytmayotgan edim. Nabirangizga homilador bo'lganimdan beri 2-3 marta bir xil tush ko'rdim. Tushimda bir ovoz eshitdim. Sen butun olamni sayyidini onasi bo'lasan.
u dunyoga kelsa ismini Muhammad qo'y dedilar. Muhammadning tarjimasi maqtalanuvchi zot degan ma'noda berardi. Hamd so'zidan olingan. Bu gapni eshitishiga Abdulmuttalib ham vujudlari qaltirab, Allohga qasamki, boyatdan beri nabiramga nima ism qo'ysam ekan deyodim, shu Muhammad ismi tilimga kelyapti dedi. Alloh o'zi ixtiyor qilgan ism qo'yildi. Butun olamning rahmati bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam tavallud topdilar. Ayni bu voqea mana shu Rabiul Avval oyining 9 yoki 12 Rabiul Avval kuni, dushanba kuni subhi sodiqda voqea bo'lgan edi. Siz bilan bizning ulug' zotimiz Muhammad Mustafa mana shu kunda tavallud topdilar.